Assalomu alaykum hammaga, sevimli sayroq qushlar kanalining obunachilari. Tuzimizlar charchamayapsizlarmi? Xonadoninglar tinchmi? Ancha vaqt tanaffusdan keyin mana yana uchrashib turibmiz. Allohga shukr. Ancha videolar qo'ymadik. Ishlar bor edi, o'sha ishlar masalasida yurdik. Mana endi xudo xolasa video qilishni boshladik. Savolingizga javob berishga harakat qilaman qisqa qilib. Birinchi savol. Tranik bilan oddiy kanalga nima farqi bor deyishdi. Tranikda nimaga nomini tranik qo'yishgan, lekin men shuncham o'zimning мнением, o'zimning fikrimni aytaman. Tranikka любой звук qo'ysa, u tez o'ziga olish xususiyatiga ega nuqt, xuddi nuqt qo'shiqchilarning notalari degan narsalar bo'ladi, jonli ijro degan narsa. O'sha ijrosida ularning farqi bor. Traniklar tranikka yoshga to'lmaguncha boshqa qushlar bilan qo'shmay turishga maslahat beraman, chunki молодой traniklar sayrashni o'rganib, endi sayraga kirgandan keyin yoniga oddiy qushlarni yoki boshqacha qushlarni qo'yish kerak emas, chunki siz imенно o'sha tranikka sayrog'ini olmoqchi bo'lsangiz, shu amalli anaqani qilishingizga to'g'ri keladi, chunki tranik shunaqa xususiyatga ega, boshqa qushlarni ham ovozini olishga xususiyatga ega. Shuning uchun tranik bilan обычный kanariykalar farqi shunda. Oddiy sayroqli kanariykalar siz xohlagan zapisni oladi yo olmaydi. Ular 50-50 olagani bor, olmaygani bor. Endi ularning ham parodasiga bog'liq. Qoni qanaqa, masalan, ozgina tranik bilan chachishtirib обычный kanariyka bo'lgan bo'lsa, unda baribir ham oladi, chunki kanariyka zoti bor. Toza kanariyka zoti kamida $100 baland, $100 boshlanib, u yog'iga qarab, tepaga qarab ketaveradi narx. Qancha ko'p zo'r sayragan bo'lsa, shuncha narx oshadi. Traniklarni YouTube'ga kirsanglar, musobaqalari ham bor traniklarni. O'zimiz O'zbekistonlik akalar ham shunaqa sayragan traniklarni qo'yishgan, даже yovvoyi sayraganlarga ham o'rgatishgan. Ana o'shalar traniklar bo'ladi. Oddiy kanariykalar ular unaqa zvukni olishini lekin hali eshitmadim. Endi bir ikkitalarda ko'rdim, shuni olgan, lekin to'liq olmagan, to'liq. Tranik shundan farqlanadi. Tranik ham boqish ham, uni mehr talab qilishi ham juda kuchli. Hamma ham uni ko'paytirib, hamma ham uni zo'r qilib chiqarib bera olmaydi, chunki tranik o'shancha nomi bilan tranik. Hamma ham boqa olmaydi. Oddiy kanariyka misol uchun любойdan boqa oladi. Ularni ухаживать qilish, boqishligi farqi bor. Tranikka juda yaxshi, zo'r qarash kerak, mehr juda xuddi bolaga o'xshab mehr talab qiladi. Tranikchilarga o'zi kam bizning O'zbekistonda unaqalar, chunki hamma harakat qilib ko'rdi. To'g'risi desam, men ham tranik olib ko'rdim. Men to'g'risi desam, unaqa 100%ligiga harakat qilib ko'ra olmadim ham, chunki uni talabi juda kuchli. Uni alohida bir xona ajratib, imенно o'sha o'zini zotlari bilan boqish kerak. Agar misol uchun menda krasный дерево bor. Mana bum bilan misol uchun mana tranik. Endi bu tranikka chachishgan varianti. Mana tranik bu. Mana krasный дерево. Buni sayrog'i ham chiroyli, bunga ham o'rgatilgan, o'sha zapisdan chiqqan bu ham chiroyli sayriga anaqasi zvukka ega. Bularni ham o'rgatsa bo'ladi, lekin imенно tranikdagi sayrat olmaymiz, chunki buni qonida unaqa xususiyatga ega anaqasi yo'q. Traniklarda bor. Misol uchun tranikka bum bilan misol uchun chachtirsangiz, avli qush olasiz, rang-barang, sariq bilan qizil variantini olasiz. Lekin zapisga yoshligidan 3 oylikdan boshlab zapisga tiqsangiz, unda o'sha siz xohlayotgan sayrovga zapisi sayra beradi. 3 oylikdan boqish kerak. 3 oylikdan o'sha zapisga tiqib, polni o'sha o'rgatishga harakat qilsangiz oladi. O'zingiz xohlagan. Lekin tranikka bular ola olmaydi, chunki men ko'rganman, lekin eshitmadim hali tranikka imенно zoti tranik bo'lmasa, tranik zvukni o'rganganini eshitmadim ham, ko'rmadim ham.
Mana trenik qisqagina o'zimni bilganimni ham o'zimni fikrimni aytib ketdim. Agar qaysi joylarda xato yoki nimadir bo'lsa, men bor uzr, chunki balkim bilmaganlarim, eshitmaganlarim bo'lsa, unda bilaganlar aytilmayapti. Bilmagan shu savol bergan odamlarga javob beryapman. Keyin "Oka, meni qushim tullovda anaqa bo'lyapti, tullayapti, nima qilsa bo'ladi?" Men tullovda mana qushimni nima qilganman? Olma beraman. Bir kun olma, bir kun ko'k bargarskiy, bir kun qizil bargarskiy beraman. Keyin yana keyingi kunga sabzi qirg'ichdan chiqarib beraman. Keyin mel turadi, постоянно mana bunaqa mel. Imенно shundan bo'lish shart emas, misol uchun mel bo'lsa bo'ladi, ilib qo'yiladi. Keyin yonida постоянно bunaqa idishda hozir to'xtay fokusini olaman. Mana shunaqa idishda suv to'ldirib qo'yaman. Nimaga bu? Bular o'zini tullovsida endi baribir odam qiziydi, biz ham ispetamiz, boshqamiz. Shunaqa bular cho'milib tullovdan tezroq chiqishi uchun. Keyin salat bay beraman. Har kuni masda через день beriladi. Bir xil har kun berayotgan ekan, yo'q, u noto'g'ri. Через день beriladi. Bir kun olma, bir kun salat bayi, keyingi kunga qizil sabzi. Shu kun bir haftani bo'lib qo'ysangiz bo'ladi, beragan narsangiz tullovdan chiqishga. Keyin agar sizda ham misol uchun mendagi krasnoy derevo bo'lsa, unda suvga rang qo'shib bersangiz ham bo'ladi. O'sha rangini yana to'qartirish kerak. U faqat rang tullaganda beriladi. Qush tullayotganda suvga qo'shib bersangiz, o'sha tullayotganda o'sha narsani ichadi, o'sha suv orqali rang xususiyatiga oladi. Don qanaqa don berasiz deyapman. Donni to'g'risini Reo donlar deb anaqalar deb aytishayotgan ekan. Yo'q, Reo donlar bermayman. Men o'zimiz обычный o'sha hamma yoqda kilolik sotilgan qush kanariyga qush donani olaman. O'sha qishda boshqacha don beraman. Yozda o'zimizni обычный o'sha 20-25 millik dondan beraman. Qishda o'sha boshqacha don beraman. Unga ozgina kuchliroq don beraman. Badanni ozgina qizdirishga, chunki qishda bilasizlar, sovuq bo'ladi, qushlar nozikroq bo'ladi. Biz misol soyasi kurtka kiyib olamiz, qushlarda anaqasi yo'q. Tullayotganda qizdirgan don berish mumkin emas, chunki bu o'zi qizib ketyapti badani. Siz yanada qizdirgan don berasiz. U o'zi qushni qiynaysiz. Qush to'g'risi ham o'lib qolishi ham mumkin, chunki uni suvda yana suv berasiz. Uning uchun shunaqa narsa qilmasanglar yaxshi bo'ladi. Sayrovlarni 3 oylikda sayrashga qanaqa o'rgatsa bo'ladi? 3 oylikdan boshlab o'rgatsa bo'ladi. Даже men 5 oylik videolar bor, tepada 5 oylik, 6 oylik qushlarni ham olib zapiska tiqib, zapisda o'rgatgan joyim ham bor. Не обязательно sizda kanariyga bo'lish shart emas. Misol uchun bitta молодой kanariyga olib, o'sha videomizda bor, birinchi boshlagan videolarimizni ko'rsatganman, amaliy rezultatni. Oddiy prosta telefon qo'yib qo'yasiz. Bir o'z ishlatmagan telefonlar bo'lsa, o'shandan qo'yib qo'yasiz. Nokia'larmi misol zaradga zapisini qilib qo'yasiz. Bo'ldi, o'sha zapis bo'yicha u o'tiraveradi. Bitta o'sha qushni ertalab azonda o'sha bomdoddan keyin 2 soat qo'yib qo'yasiz. 2 soatdan keyin o'chirib qo'yasiz. Don pollarni yeydi. Obedda yana 2 soatga qo'yib qo'yasiz. Yana don pol anaqalarni yeganidan keyin kech payt yochdan vaqtliroq yana 2 soatga qo'yasiz. Bo'ldi, shu yetadi. Har doim shu bitta rejimda, o'sha bitta vaqtda qo'yishingiz kerak. Agar yo'q, misol uchun bitta xona ilmini ajratgan bo'lsangiz, hovli bo'lsa, unda ertadan kechgacha qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Men chunki men qo'yib qo'yganman, chunki ham bir payt ishim zarur bo'lib qolsa, ishimni tashlab chiqib ketaman, ish bo'yicha, o'zim ishim bo'yicha. Bu zapis Nokia o'sha zapis batareykasi tugaguncha u sayrab yotaveradi. Endi asosan tullayotganda ham qo'yib qo'ysangiz, undan ham zo'r bo'ladi. Tullovga agar tullayotgan молодой qushingiz bo'lsa, u tezroq oladi. Tullayotganda u hech narsaga e'tibor bermaydi, ishlamay anaqa qilmaydi, lekin eshitish xususiyatiga kuchliroq bo'ladi tullayotgan paytda. O'shalarning hammasini qarab anaqa qilsanglar, hammasi zo'r bo'ladi. Xullas, mana shunaqa gaplar. Bu kanariyami degan savollar berishdi. Bu albatta kanariyka, krasnoy derevo, привозной qush deb aytiladi. Hamma har xil aytadi. Привозной deyishadi. Bu черный красный и черный mozaika bilan chachishgan varianti.
Va baribir bundoq qaraganda, bundoq qarasang ham ikkita zoti anaqa как metis deyiladi bizning tilda. Xuddi shunaqa. Ikkita tabaqasi bor buni. Ну, baribir kelib chiqishi ota anaqasi Krasnoderva. Xullas. Buniki Tranik. O'sha olgan paytimda o'sha egasi Tranik deb aytilgan. Endi men to'g'risi bilmayman. Odamlar har xil, endi men u odamdan ikkinchi marta olishim. To'g'risini aytaman, ikkinchi marta olishim. Uyda ochirib o'zi anaqa qiladi, o'sha odamdan olganman. Tranik qoni bor deb aytilgan, Tranik sayroda deb aytilgan. Shu anaqasini men aytolmayman. Uni qoni toza, u anaqasini to'g'risini aytsam, Tranikchilar o'zi sirasi bilishadi. Kelishi bilan yo'q, bunda o'sha oyog'i anaqalardan qarab bilishadi, Tranikmi, Tranik emasmi. Lekin sayrolari ham chotki, zo'r. Zapisdan chiqqan bu ham. Mana bu ham Krasnoderva. Bu ham Krasnoderva. Bularga yaqinda aniq qildim. O'zimni oddiy qushlarning hammasini ko'pini sotdim. Videoda ko'rsanglar, o'sha zapislarda o'sha hamma sayrashni o'rgatganlarim, o'sha obunachilarimiz so'rashgan, o'sha saylash o'rganganlarimdan sotuvga qo'yganlarimni tez sotamiz. Chunki men sotdimmi, sirazi o'ringa boshqa qush olib kelaman, o'sha boshqasini sirazi qo'yaman. Hozir bizda yana nariyo oyna tarafimizda yana qushlar bor. Hozir uni ham ko'rsataman. Tak, mana bu ham o'sha odamdan olingan, ikkita qush olganman. Aytganimdek, o'sha Tranik zoti bor. Bunda ham sayrolari ham zo'r chiqdi buni ham. Buni ham nariga boyiga birinchi ko'rsatgan videodimda ham sayrog'i zo'r. Bu ham Krasnoderva. Buni ham sayrog'i zo'r. Mana bu Tranik zotli, buni ham sayrog'i o'sha videoda bor. Hozir undan ham kuchaygan sayrog'i. Yana bizga yangi mehmon qo'shildi bizning safimizga. Mamadinkaning kelib chiqishi ham juda prikolniy bo'lgan. Buni ukam ko'chada daraxt tagida uchib yurishgan ekan, ko'p amadinkalar. Ushlaganim shu bo'ldi, qolganini ushlay olmadim uni. U okey, kanerik emasmi deb, endi qushlarga qiziqmaydi, o'shanga olib kelib beribdi. Okey, boqasizmi deb, buni qush ekan deb qog'ozni ochib bunday qarasam, amadinkaga. Bu kimda kim bilmasa, amadinka Yaponiya qushi. Endi buni men bildim, что bitta amadinka bo'lib qo'ygan bir atam bor edi, o'shalardan so'rasam, bu yaponskiy ekan deb aytdi. Bularning har xil zoti bor amadinkalari. Hozircha bizda amadinka qo'shildi, bitta faqat shu parodasi. Shunaqa. Keyin mana qilib qand ochib qo'yib qo'yganman, qand yeydi. Qanddan versiyalar bo'ladi. Keyin o'sha minerallarni mana qilishni beraman. Mineralni ham o'sha qo'mib pastda mana yeb bo'libdi. Mineralni qo'yib qo'yganman. Suv idishim cho'miladi. Tullaganda mana patla tashlaydi. Manaki sabzi qo'yib qo'yganman, sabzini yeydi. Naryoqda boshqa mineralni berganman. Suv pastayini to'ldirib qo'yaman. Cho'milib ham ichib. Donlarni ham qarab turaman. Donni ham ko'p bermayman. Mana shuncha oralig'ida beraman. Me'yorda mana shu don 2 kunga yetadi. 2 kunga yetadi. Orada qarab turinglar, balkim sizlarning qushinglar endi ko'proq yeyishi mumkin. Bilmaydi bu narsa. Men orada qarab turaman har bitta qushimni. Mana bunga ham qo'yishim kerak, mana nima bo'libdi pastda. Bitta shuni o'ziga qaramaydi, lekin ichini ochib ham qarashga maslahat beraman, chunki bir payt donni po'chog'i bo'lsa ham don bor ekan deb ketib qolishingiz mumkin. Xullas shunaqa. Yana mana shu joyga keldik. Mana qand qo'yib qo'yganman. Minerallarni aytdim. Mineral bozorga tutsanglar, o'zi kiloli mineralni sotadi Qoraqamchida. Pochkali ham bor, bunaqa kichkina plasma dumaloq idishda bo'ladi. Uni ham videosi bor. Maslahatim, uni ham oling, kiloli ham oling. Unda ham bunda ham arzigina aralashtirib bersanglar, mineralni o'zinikini qabul qiladi. Kerakli qumini yeydi, kerakli tuxum po'chog'ini yeydi.
kerakli chig'anoqni anaqasini yeydi maydalanganda. Xullas o'ziga kerakli narsa oladi. Har doim kanarakaga o'sha donini anaqasini berganiga suvini qo'yib qo'ygan. Tullaydimi, tullamaydimi, baribir suv qo'yib qo'yavering, chunki kun suvda o'zi cho'milib maza qilib yayrab sayrab yuraveradi. Mana bunaqa qilib ilib qo'yganman menlar. Qand ham qo'yib qo'yish maslahat beraman. Qandni o'sha o'zimizni qandchalar bo'ladi, cho'plik shulardan tiqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ili обычный qandni buni sim bilan boylab, buni qaysidir joyiga ilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyin yana bitta maslahat beraman. Qafasni tagiga mana bunaqa simmi yoki zajimni tortib qo'ysanglar zo'r bo'ladi. Chunki nimaga desangiz, har xil situatsiyalar bo'ladi. Mana to'g'ri desam 1-2 marta bolalar tushirib yuborgan kuni ham bo'lgan. Endi boshqa qushlarimni tushirib yuborgan. O'shanda uchib chiqib ketishiga ozgina qolgan. O'shaning uchun mana shuni maslahat beraman. Mana shunaqa qilib zajim tortib qo'ysanglar zo'r bo'ladi. Qulayligi shundaki, misol uchun tushirib bolalar misol uchun ukanglar yo jiyaninglar tepib ketganda paq etib tushib ketib, oyna ochib tursa, firratib tushib ketsa, undan yomoni yo'q. O'shaning uchun mana shu tegani boylab qo'ysanglar, tushganda ham misol uchun hech narsa qilmaydi. Faqat balon joydan tushib ketsagina qush stressga tushadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun iloji boricha balandroq joyga qo'yish kerak. Keyin misol uchun iloji boricha qarab turish kerak, maslahat beraman. Alohida xona. Menda to'g'ri desam, dom, menda unaqa udobstvolar unaqa ko'p emas. Misol uchun podokонникda turadi. Bu yon atroflar mana dom bo'lib ketgan. Nima sababi? Menda chexollarni yuvishga qo'yganman. Yuvib berishgandan keyin men uni yana taqib qo'yaman. Hammasini, chunki dom bo'lib ketmay, mana bunaqa dom bo'choq bo'lib ketyapti. Shunaqa bo'lmasligi uchun maslahat beraman. Misol uchun o'zingizlar kerak emas futbolkalardan, kerak emas maykalarni o'sha videoda ko'rsatganman. Qanaqa tikib olishi. O'sha ana yeng tarafini kesib olib tashaladi. Pastida joyi bo'ladi. Bundoq shimarib tikilgan joyiga rezinka o'tkaziladi. Bu yoqdagi qiytig'idan ichiga shimarib turib tikib chiqsanglar, bo'lib bu yoqqa rezinka o'tkazib bitta anaqasini kiydirasiz, bo'ldi tayyor. Bozorda misol uchun 30 mingga sotib olgandan ko'ra tekinga sizga bitadi. Даже 5 ming so'm rezinka olasiz, bo'ldi. 5 ming so'm xarajat qolgani o'zidan chiqadi. Kerak emas kiyimiga eski futbolkalardan tikib qo'ysangiz ham bo'ladi, kerak emas oq maykalar, oq futbolkalar bo'ladi. Agar mashinkada tikishni bilagan kelingiz yoki oyingiz bo'lsa, unda undan ham zo'r bo'ladi. O'zingizga tikib berish shu arzon bo'ladi. Xuddi mana shu razmerda qopcha qilib tikib bering desangiz, bo'ldi, shu qopcha shakar qopligiga o'xshab tikib berishadi, bo'ldi, rezinka o'tkazasiz. Tayyor bo'ladi. O'shanda ham bunaqa don-ponlar sachrab ketmaydi. Meniki endi prosta sirkadan chiqqanidan keyin qurgandan keyin sirasi rezinkasini almashtirish kerak. Rezinkasi o'sha ancha vaqt bo'ldi, o'sha chirib ketgan, o'sha rezinkalarni almashtirib olgandan keyin ilib taqib qo'yaman. Uni nimaga kerak desanglar, misol uchun bunaqa don yeganda baribir qushlar u yoqdan bu yoqqa sakrab yeyishni yaxshi ko'radi. O'shanda to'zitayotganda, sakrayotganda mana bunaqa to'zitib tashlamaydi. Ana o'shanga sizga plus bo'ladi. Uyingizda ham misol uchun aytadi, "Qushingni ol, men bitta tozalab kirib tashlabdi" degan gaplar bo'lmaydi o'shani. Har doim mabitdan qilib qo'ymay, undan ozgina balandroq bo'lib tursin. Balandroq bo'lib turgani yaxshi, chunki mabitda donlar bu yoqqa tushmaydi. Mana shu tarafdan qilsa, don tushmaydi. Agar siz donni idish bilan baravar mabitdan qilib qo'ygan bo'lsangiz, unda plus tomoni yo'q. Har doim shu balandroq joydan ozgina shu 5 sm, 3 sm qancha chiqadi bilmayman, lekin mana shuncha balandroqligida qilsangiz plusga yuradi sizga. Shunaqa. Har hafta yurib turish kerak. Menga tegiga ahamiyat bermaysizlar, chunki meni qushim hozir bu turloda, ozgina turlodan endi chiqib kelishyapti bular. Ya'ni boyiga oshxonamdagi qushlar ham ikkitasi turlodan endi chiqyapti, patlarni yengillashyapti. Bu o'sha eski patlar. Men aytilibdi, hozircha tegini tozalamay turibman, chunki yana xudo xolasa 1-2 kundan keyin o'sha to'liq turlodan chiqib olsa, ungacha baribir tozalayman. Uncha bunaqa bardak bo'lib yurmaydi. Akkuratni hamma narsa qog'oz qo'yib qo'yganman. Sababi nimaga? Misol uchun mana shu qog'ozni mana ko'ryapsizmi, don anaqa bo'lyapti, pat bo'lyapti. O'shalarni shuni yig'aman-da, shuni musorga tashlab yuboraman. Keyin qolganini idishini shuni tortib chiqarib qoqib tashlayman. Qog'oz shu yo'lda sizga foyda beradi. Hamma yo'g'ini dabdala qilib tashlamaydi. Yana boshqadan ishqalab yuvamanmi deysiz, mana shu axlatlar hammasi qog'ozda qoladi. Qog'ozni olib tashlab yuborasiz. Bo'ldi. Ichiga shuni dushovoy anaqani yoqda pishillatib, sepforib yuvorib, bitta chay yuborasiz, bo'ldi. Chotki bo'lib turadi. Hadeb yuvurmaysiz. Bir haftada bir marta yoki 2 marta vaqtingizga qarab
Ijroni 2 marta, agar vaqtingiz bo'lmasa 1 marta qilsangiz bo'ladi. Yana nima ovqatlab berasiz? Tak, ho'l mevalardan o'sha aytganimdek olma, qovoq ham bersanglar bo'ladi. Qovoqni ham qirg'ichdan chiqarib berasiz. Qovoq, bargaski, qizil bargaskini sindirganda ichida ovqat qilishayotganda ahamiyat bersangiz, onamiz yoki opachamiz, singlimiz bundoq tiqib bargaskini dumini tashib yuborishadi. O'shani tashlab yubormaydi. Uni ham bersanglar, uni ham yeydi. O'zi yeydi, o'zi kerakli narsasini olib yeydi. Uni ham olib qo'ysangiz bo'ladi. Agar ikkita qush bo'lsa, o'rtasidan bo'lib ikkalasiga berib yuborsangiz bo'ladi. Bargaski yeydi. Bir kun bargaski bering, bir kun sabzi bering, bir kun olma bering. Undan keyingi qizil sabzi, undan keyingi qovoq qirg'ichdan chiqarib bering. Undan keyingi o'sha salat bayini bering. Lekin yozda anaqa zelin anaqa yo'q, maslahat bermayman. To'g'risini aytsam, yozda mana hozirgi issiq paytda ichi surib yuboradi. Uni bermanglar. Salat bay bersangiz bo'ladi, faqat ko'p emas, me'yorida. Uni iloji boricha o'sha kichkina qalamchadek qilib kichkina paray qilib qo'ysangiz, bu o'zi maydalab o'zi yeb oladi. Endi katta uzun qilib tiqib qo'yishadi bir xil. Unaqa ham tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Endi qancha suv ol bo'ladi. O'shaning uchun paray qilib 2-3 tasini qisqichga qisib bundoq tepasidan ilib qo'ysangiz, o'zi kerakligini yeydi. Zato keyingi anaqasida tayyor bo'lib turadi. Tak. Yana nima ekan? Tak, sotilgan qushlar bormi? Bor, sotilgan qush bor. Hozir danni vremega hozir aytayotgan qushim bor. Mana tepadisini hozir sotuvga qo'yyapman. Bunisini 500 ming deyapman. Sayrog'i traynik aralash, neobichniy sayrovda, to'g'risini aytaman, neobichniy, oddiy sayrov emas, traynikni zuk, yaxshi sayrovda. Orada bitta obichniy zuk qo'shadi. Mana bu sotilyapti 500 ming. Tak, hozir naryoqda ham sarig'im bor, hozir ko'rsataman uni ham. Mana bu sarig'imni 600 ming deyapman. Sababi nimaga u 500 ming, bu 600 ming? Bu sal kichikroq tanali, bu katta yiri. Farqi shunda. Sayrog'i ham farqi bor. Sayrog' buniki bilan uni sayrog'i boshqa. Bu ham zo'r sayraydi, u ham zo'r sayraydi. Shunaqa. Ko'paytirayotganda ham o'sha ahamiyat berasizlar, donlarni. Shu hozirgi paytda ko'paytirishni maslahat bermayman endi, chunki agar uyingiz misol kondisionerli, yaxshi anaqa bo'lgan bo'lsa, unda plus. Agar u ham bunaqa obichniy bizadek oyna ochib qo'yib anaqa qilingan bo'lsa, unda qushlarga ham anaqada tez tullab boradi. Misol tuxumlar bera olmaysiz, ko'paytirish ozgina qiyin bo'ladi. Balkim o'xshab qolar. Bu xuddi aytishadi, yo pan yo propan deyishadi, xuddi shunga o'xshagan narsa. Balkim o'xshab qolar. Men to'g'risi menda issiqda o'xshamadi. Prosta tuxum pusto qo'yib tashadi. Shunga ahamiyat berasizlar. Keyin suvni men sirazi krandan olmayman. Muzli suv sirazi kranga to'ldirib quyib berib yubormayman, chunki menda постоянно bunaqa tindirib qo'yaman suvni. Mana anaqa tugabdi ham o'sha mana. Ko'rsatmoqchi edim, tugabdi. Mana shunaqa tindirib qo'yaman. Suvni hozir ham bor, zapasni ham bor ekan. Mana suvni tindirib qo'yaman. Tinnoq bo'lib turadi. Mana ozgina xlorli narsasi mana pastga tushadi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana o'sha xlorli suv bermaganinglar yaxshiroq. Endi qushlarga ham qanchalik o'zingizga o'xshashlik qilsangiz, qushga ham shuncha o'xshashlik qilsangiz zo'r bo'ladi. Yanada ko'payadi, yanada xususiyatga egasi zo'r chiqadi, ham sizga o'rganish boshlaydi. Mana totoy mana sotilayotgan 600 minglik qush mana shu bo'ladi. Bu ham zapisdan chiqqan. Shunaqa gaplar. Mana o'sha boyiga 600 minglik, mana uni 500 mingligi. Bularni bo'lishi, chunki bularga ozmuncha mehnat ketmagan. Yaxshi sayrovda, chiroyli sayraydi. Bularni vaqtim bo'lsa bitta to'g'risi desam
poylovchilik qilib buni zapisini qo'yaman. Buni ham, uni ham. Qushlarni postoyanno zapislarini qo'yaman. Eshitsanglar o'zingiz. Hozir balkim sayrab qolar. Kutaylikchi. Boshlayapti. Boshlab beryapti. Neobichniy ovozlarda sayrayapti. Spoti bilan. Ajjonova. Yana bitta bo'lsa, ozgina kelish olsin. Menimcha hammaning savoliga javob berdim. Agar savol javoblar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. Faqat negativ keragi yo'q degan narsalar bor. Negativligi savoliga javob ham bermayman. Asabimni ham ketkizib o'tirmayman. Faqat o'sha aytganimdek, buni faqat kanalni boqishni boshlagan odamlarga video qilib beryapman. Bilaganlar agar jay maslahat bergilik yotgan bo'lsa, menga emas, o'sha so'ragan odamga maslahat bersanglar ham bo'ladi. Agar juda zo'r bilag'on bo'lsanglar, o'zinglar o'sha kanal ochib, o'zinglar shunchaga qasdor joylarda nimadirlar bo'lsa, shuni qo'shimcha qilib gapirib ketsanglar ham bo'ladi. Men ham xursand bo'laman, bilmagan joyimni ham men ham o'rganaman, to'g'risi. To'g'risi esa o'zbekcha kanallar kam, o'tda to'g'risi esa mana gapirib berishadi, gapirayotgan gapiga eshitib turasiz, to'g'ri boshida zo'r boshlashadi-da, oxiri kelganda tushunmay qolasiz, nima dedi, nima bo'ldi, nima qo'ydi. Shunchaga ega o'zingiz nima xohlayotganingizni ola olmaysiz. Men orada video qo'yaman, orada savolga javob ham berib ketyapman. Bu negativligiga tegishli. Shunaqa gaplar. Donni ovqatlanishlar masalan anaqasini ham aytib o'tdim. Yana donni qayerdan olasiz? Donni mana shu aka ham 3-4 marta so'radilar. Donnimi? Donni aka men Qoraqamishdan olaman. Qoraqamishdan olaman yoki Uchtepa kimga yaqin bo'lsa, Uchtepada Sakokiy bor. Sakokiyda Parniy degan joy bor. Parniydan ozgina o'sha aslida 125 shuna qayilib chiqib ketadi. Urizorga bilsanglar, o'sha Sakokiyga, Parniyga yetmasdan o'sha yerda qanaqadir gul bog'i bor, qanaqadir gul sotiladigan joy bor, nimadir deb aytishadi. O'shanga yetmasdan garajga o'xshagan joyda don markazi bor, don sotishadi. O'sha yerdan don markaziga kirsanglar, o'sha yerda ham donlar bor. Ne обязательно siz borib Qoraqamishdan tugab qolsa endi qidirib yurmaysiz-ku. Va Qoraqamishga borib kelib, yo'qira qilib, yo'q, o'sha yerga borsangiz ham o'sha okalar ham yaxshi narsalarni bilishadi. So'rasangiz aytishadi. Donni ham 2-3 xil, 4 xili bor donni ham. Yozgi mana shunaqa qushni nomini aytasiz. Sayrayaptimi yo'qmi, o'shanisini aytasiz. O'shanga qarab ular sizga qilib berishadi donni ham. Aytadi, misol uchun 12 mingligi ham bor, 15 mingligi bor, 20 mingligi bor, 25 mingligi bor.
u o'zingizga bog'liq. Misol uchun aka zo'r chotki qilib bering desangiz, o'sha hamma mineral, vitaminli o'sha anaqalarni qo'shib bering desangiz bo'ldi. O'sha narsalarni qilib beradi. Keyin ayting, aka, yozga qanaqa don berganim yaxshi, shu sayrog'i ham yaxshi bo'lsin, kuchliroq bo'lsin, yeyishlar, vitaminlari ham boy bo'lsin desangiz, shunaqa narsa qilib beradi. Faqat qizdiragon bermang. Shunaqa deb aytishdi desangiz, ular o'zligi ham aytishadi. Qishda o'sha boshqacha don olasiz, borasiz, o'shani aytasiz, ozgina qishda qizdiragan don bersangiz bo'ladi. Postoyanno berilmaydi o'sha qizdiragan donni ham. Ozgina o'sha donga o'zligi chachishtirib berishadi. Shu tullovor emaslik uchun. Uyingiz issiq bo'lib, yana qizdiragan don berib yuborsangiz ham uni tullavoradi. Uni ozgina har donadan don idish sovutganingizda don idish ichiga ozgina bir sovorasiz, aralashtirib yuborasiz, bo'ldi. O'shani yeydi. Bir haftada bir marta bersangiz ham bo'ladi o'shanda. Shunaqa gaplar. Menimcha hammani savoliga javob berdim. Yana bitta aka ham so'ragan ekan, aka, qancha oylikdan sayrashga o'rgatsa bo'ladi debsiz. Aka, sayroga men aytganimdek, o'sha 3 oylik, 4 oylik. Agar siz необычный звукка o'rgataman desangiz, agar misol uchun sharoitlar zo'r bo'lsa, unda 3 oylikdan tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Agar sizda o'zingizni kanariyangiz bo'lsa, sayrashi bilan yaxshi sayrovli qush bo'lsa, o'sha qushga yana bitta sherik sotib olish plan qilgan bo'lsangiz, maslahatim maladoy olib kelib qo'ying. O'sha maladoy o'zi o'rganib, o'sha 3 oylikda olib kelib qo'ysangiz, o'sha 5-6 oylikda o'sha sayrashi boshlaydi. Mayda-mayda ovozda sayraydi, zato o'sha 7 oylik, 8 oylikdan keyin sekin do'shini ko'paytirib boradi. O'sha 8 oylik, 9 oylikda sekin katta sayrovga o'tib ketadi. Bir xil qushlar 6 oylikda o'tib ketadi katta sayrovga. U o'zini anaqasiga bog'liq-da uni. Maslahatim shunaqa. Agar sizda bo'lmasa, unda bitta o'zingizga yoqqan zvuk olasiz. O'sha zvukka tiqib qo'yasiz. Har doim o'sha aytganimdek, videoning boshida aytganimdek, shunaqa qilib takrorli qilib turasiz. Norchi zvukka ham o'rgatsa bo'ladimi deb ham aytishgan edi. Norchi zvukka ham o'rgatsa bo'ladi, o'sha aytganimdek, yoshligidan. O'shani 4 oylik, 5 oylikdan o'sha o'rgatish sal qiyin bo'ladi. Chunki u odam ham o'sha ota-onasini eshitadi-da, o'sha qushlar sotayotgan odam ham o'sha ota-onasining oldida qanaqa sayraydi, sayrovdamisiz, u ham aytadi, mana shuncha oygacha ham eshitgan ota-onasini deydi. Tushunasizmi? O'shanda o'sha narsani siz bu odam boshqa narsani qo'yib o'rgatib ketsangiz, o'shancha maslahatim shu 3 oylik qushlarni olsanglar, 2 oylik, 3 oylik qushlar yaxshi bo'ladi. Kattaroq qush olishga maslahat beraman. Yiriroq, yaxshi, ya'ni yiriydigan bir xilani semirtirib yuboradi. Jelatin o'sha o'z tanigan, bilagan odamdan olsangiz, o'shanda ham ana o'rsada maqol bor, "Доверяй, не проверяй" deydi. Baribir bilagan odam bilan tushib, tanlab olsangiz, undan ham yaxshi. Bir xil belavzlar ham juda ko'p bozorda. Soda qo'yganingizda boshqa narsa yetadi, o'sha qo'yganingizda keyin qarang, olmoqchi bo'lsangiz, postoyanno yoningizda sadok olib yuring, olish niyatingiz bo'lsa. Chunki mana shunaqa narsalarni ham to'g'risi bor, bunaqa narsalar. Mana siz qush tanlaysiz, siz ketasiz, misol qapas sotib olgan, to'g'rimi? Qapas sotib olib, kelgunizcha qushni misol uchun u agar hamma qushi bir xil bo'lsa, unda siz o'sha qushni u yo'q otib qo'yasiz tanlaganingizda. Bir xil rangi. Tanlaysizmi? Sirazi ayting, ajratib qo'ying. Agar qapasingiz bo'lmasa, o'sha yerda turib tursin, bitta o'sha odamingizmi, do'stingizmi turib tursin, o'sha qushni yonida. Siz borib, qapas olib, kelib sirasi tiqing. Chunki u yerda shunaqa ximik qilishadi. Bozorda hamma ham, to'g'risi aytaman, hamma ham halol emas. Chunki sayragan qush ham sayraydi deb olishadi-da. Siz olib kelganingizdan 2 oy, 3 oy kutasiz, sayramayapti-yu deysiz-da. Keyin odam aytayapti, menga tanishim aytdi. 3-4 oydan beri sayramayapti deydi. Oldim deydi, hech pulga olsam, palon pulga oldim. 300 mingmi shunaqa atrofda aytdilar. Keyin qanaqa qush ekan, qanaqa olib tushunchi deb qilib anaqa moda eganda. Qarang, odamlar modani nar deb sotib olgan.
bilmagan uchun u odam yeb qo'ydi. Shunaqa bo'lmasligi uchun maslahatim, bozordan qush olayotganingizda eshitib ko'rib yo'q olsangiz bo'ladi. Agar o'zingiz qalbingiz tortadi-yu, mana jelaniya bo'ladi-yu, shu odamdan olishim kerak, shu odam qush yoqdi deb. Prosta so'rang aka, men aytayotgan pulingizni beraman, faqat aka iltimos yolg'on ishlatilmasin. Men ham berayotgan pulimga rozi bo'ling, siz ham sotayotgan qushingizga rozi bo'ling. Men ham yaxshi niyatlarda olaman deb yaxshi chiroyli gapirsa, urushib ketish, anaqa talashish emas. Agar u halol inson bo'lsa, aytadi, aka yo'q, lafzim halol, mana misol uchun mana bunaqa nomerimni berasiz, sraz nomerni oling-da, telefon gudok tashing, joyida qiling. Issig'ida, dazmol issig'ida bos deyshadi-yu, shunaqa issig'ida telefon qilib ko'ring. Bir xil nomer beradi, bo'ldi deb olasiz-da, borganingizga telefon qilsiz, unaqa tarmoqda mavjud emas deydi. Men chunki boshida olib yurganimda shunaqa situatsiyalarga ega bo'lganman, chunki bo'lgan bu narsa. Men o'sha videoni boshlayotganimda shu hammasini aytib o'tganman, yana takror aytyapman. Bozorda ham hamma ideal qush olib tushmaydi. O'shaning uchun qarab bilib oling. Qushi chiroyli, yaxshi, zo'r boqilgan qushlar o'zi bilinib turadi. Takka bundoq qarab tikka bo'lib, zo'r bo'lib turadi. Ovotganda oyoqlariga ahamiyat beringlar. Bir qushlarning oyog'i kasal bo'ladi, gribok, pribok degan narsalar bor. Hozir men ozgina qushimni oyog'ini mana misol uchun ko'rsangiz, mana oyog'i tinni. O'sha narsa yo'q. Oyoqlarga ahamiyat berib olinglar. Mana kalsiyli qilib qo'yganman. Mana oyog'ida kalsiysi bor mana. Oyog'iga ahamiyat beringlar qushlarni, okalar. Oyog'iga ham ahamiyat berib olinglar. Mana ko'rdingizmi? Har doim ahamiyat berib olsanglar, qushinglar yaxshi bo'ladi, yaxshi qush olasizlar. Agar yo'q, ya'ni adashib qolsanglar, unda bo'ldi. O'sha qushdan allanib qolasizlar. Chunki oyog'ida gribok degan narsa bor. Endi gribok ham unaqancha anaqali narsa emas. Endi unga yod-pot narsalarni surib turishga kerak. Endi siz chunki novichoksiz, sizga endi bu hozircha bu narsa unaqa kerak emas. Chunki hali u narsani qila olasizmi, qila olmaysizmi, anaqasiga ham bog'liq-da. O'shaning uchun jelatina qarab olganingiz yaxshi qushni. Videomiz mana shu yerda to'xtatamiz. Kimdirlarning savoliga javob bera olmagan bo'lsam, uzr, ming bor uzr. Yana takrorli yozib qo'ysanglar, xudo xolasa, keyingi videolarimizda ham aytib o'taman. O'sha bir xillar xafa bo'lmasin. Tam yozdik, javob bermadingiz, aka deb. O'sha aytganimdek, menimcha hammaga savoliga javob berdim. Balkim bu kun o'tkazib o'rgan bo'lsam, ming bor uzr. Hozir esimga tushganlarni keyin orada mana ko'rib o'qib chiqaman. Hammaga qarab savoliga javob berib ketyapman. Obunachilarimizga ming rahmat. Sizlarni podдержкаларdan, sizlarni mana shunaqa hurmat qilib, bizga vaqt ajratib, mana shu videolarimizni ko'rib, layklar bosib, kommentariyalar yozib, ishlarimizda, ijodimizda yaxshi tilaklar aytayotgan odamlarga ming rahmat. Sizlar bor ekansizlar, bizning kanalimiz ham zo'r yuradi. Xudo xolasa, yanada ko'proq maslahat berishga harakat qilamiz. Orada endi xafa bo'lmaysizlar, ozgina cho'zilib qolyapti, chunki biz ham ishdamiz. Ishdan vaqtimiz ajratganda o'shanda sizga video qo'yaman, xudo xolasa. Mana bugun ham ozgina vaqtim bor edi. Shu vaqtim ichida sizlarga shu savollarga javob berib oldim. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like, kommentlar, podдержка qilib turasizlar. Xudo xolasa, yanada ko'proq videolar qo'yamiz. Sizlarga nimalar qiziqarli bo'ladi, qushlar haqida nima donlarmi yoki yana nima maslahat kerak bo'lsa, misol uchun yozib plus qilib kanalimizga o'sha kommentariyaga yozib qo'ysanglar, o'shanga qarab biz o'shani videosini olib chiqamiz. Sizlarga qushlar haqidami, qushlarning zotimi, qushlarning parodasimi, yo'q qushlarni qanaqa boqishmi, qushlarni qanaqa zapiska o'tkazishlarmi,
nima savol javobinglar bo'lsa o'shani aytsanglar, o'sha har bitta savolingizga bitta video qilib beramiz. Endi birdaniga ko'ramiz, agar savolinglar ko'payib ketsa, hammani bitta jalblab bitta videoni ichiga o'shanda 2-3 savolinglarga javob qisqa qilib ketamiz. Yasni qisqa va lo'nda qilib, zo'r qilib tushuntirib ketamiz, xudo xolisa. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa rozi bo'lasizlar, ketkizgan vaqtingizga ham rozi bo'lasizlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Sevimli sayroq o'qish kanali bo'ldi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib olishlarini maslahat beramiz. Xudo xolisa bundan ham zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Bundan ham zo'r videolar chiqaramiz. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon.